O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, O'zbekiston fond birjasida o'zbek kompaniyalari tarafdan, tijorat kompaniyalari tarafdan chiqarilgan aksiya va obligatsiyalarni xarid qilib, ulardan tushgan dividend va kupon to'lovlariga, ya'ni foiz to'lovlariga daromad hisoblanishi qanday bo'ladi? Soliq kodeksining 483-moddasi 24-qismiga asosan 2022-yil 1-apreldan 2028-yil 31-dekabrga qadar bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining rezidentlari va norezidentlari bo'lgan jismoniy shaxslarning, aksiyadorlarning aksiyalar bo'yicha dividendlar tarzidagi daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining rezidentlari va norezidentlari bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning xo'jalik jamiyatlari obligatsiyalari bo'yicha foizlar tarzidagi daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan hamda foyda solig'idan ozod etilgan.